Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun arab tilida sizlar bilan yangi lug'atlarni birgalikda o'rganamiz. Marhamat. Nazzara ko'zoynak. Nazzara yoki nazzaratun desangiz ham bo'ladi. Oxirini arablar va to'xtatib o'qiydi. Ya'ni sukunni to'xtatib o'qiydi. Sukunlaveradi. Vaqf deydi arab tilida. To'xtatadi. Mi'tof. Mi'tof kurtka. G'urfatun xona. Hammom. Obshi hammomga ham ishlatiladi, ya'ni o'sha hojatxonaga nisbatan ham ishlatiladi. Qur'on. Masjid. Musalla namozxona. Fi da ichida, ya'ni unda bunda degan qo'shimcha da. Maktabda masalan shundagi da. Lekin fi'ni ichida ma'nosi ham bor. Masalan qalamdonning ichida deyishimiz mumkin. Xuddi shunaqa. Ala ustida. Bu ham da. Ham da ma'nosi bor, ham ustida ma'nosi bor. Masjidda yoki so'mkada deymiz-ku. Xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Ila ga qo'shimchasi, ya'ni maktabga, universitetga degan qo'shimchani, ya'ni ga qo'shimchasini ila beradi. Ila ga degani. Min dan, undan, bundan yoki kitobdan oldim demoqchi bo'lsak ham o'sha dan qo'shimchasini qo'shamiz. Dan. Min. Ushbu lug'atlarimiz ozgina bo'lsa ham, kichkina lug'atlarimiz ozgina bo'lsa ham manfaat keltirgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar.